attestatsiyada ko'p ustozlarimiz shunaqa misollarni tashlab ketadi. Ishlashni o'rganib olsangiz 30 sekund ishlab qo'ysanglar bo'ladi. E'tibor beramiz. Bizada tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa qaranglar, bizada f-2 dan -3 gacha, bizada -4 deyiladi. O'zi -3 dan -2 gacha o'zi funksiya ham shundoq ham minus oraliqda turibdi. Keyingi holatda -2 dan 4 gacha deyiladi. Bitta modul beradi. Modul chalg'itish uchun berilgan. Bitta o'zi shundoq ham mana bu oralig'imizda bizada musbat bo'lib turibdi funksiyamiz. Demak, bularni tushunib oldik. Endi bularni ikkitaga bo'lib ishlaymiz. Ikkitaga bo'lib ishlaydigan bo'lsak, berilgan oraliqqa bo'laveramiz. Ya'ni fx bizada bir-biridan ayirgan deyilyapti. Qaranglar. 4 dan -3 gacha, -3 dan 4 gacha. Ikkita intervalga bo'laveramiz. Birinchi minus deymizda 2 dan deymizda -3 gacha fximiz dx. Chunki mana shu berilgan bizada mana o'zi. Plus deymiz. Endi 4 dan -2 gacha fx dx. Bu ham bizada berilgan 6 ga teng. O'zi modul bo'lib turibdi, shunday ham musbat. Bo'lgan olib qo'yamiz. -4 plus 6 javobimiz 2 bo'lib qoladi. Keyingi holatda bu yerda ham 2. Endi modulda ishlab bo'lamiz. Bizada qayerlar -2 dan -3 gacha funksiyamiz bizada minus bo'lganligi uchun modul minus yo'q qilish uchun oldiga minus qo'yib chiqarishimiz kerak. Dx mana. Plus musbatda bizada muammo yo'q. Ya'ni bizada 4 dan -2 gacha fximiz hali ham 6 ga teng mana dx. Unda o'rniga olib kelib qo'yamiz. Ya'ni fximiz o'zi bizada nechaga teng mana? -4 ga teng. -4 bo'lib turibdi. Plus bizada 6. Hisoblaydigan bo'lsak 10. Bizada aytilayotgan narsa ikkalasidan bir-birini ayirgan deyilyapti. Javobimiz -8 bo'lib qoladi. Bu videoni saqlab qo'ying.